Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Fayrouz. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringizdek Free Fire o'ynaymiz. Unda biz boshladik. Birga bir. Bo'ldi. Boshladik biz. Keyingi safar nima o'yin o'ynashimizni yozib qoldiring. Meni tanlashim Winchester degan qurolni tanlayman. Sekin otami? Bumi degan qurol olib qo'yman. Bitta qurol bordi, zo'r chokka headshot berishda zo'r edi. Voy! Senka degan narsani ololmadim-ku, men bunday qilib qo'yay. Bekor tanladimmi deyman-da. Shovqin bo'lsa uzr, tashqarida o'tiribman. Voy! Qanaqa odam bu, Azimuziya degan. Bekor tanlaman bu qurolni. Men o'zimni sevgan qurolimga o'xshatgandim. Deagle tanladi. Bo'pti, normalniy. Hech sirlarni bilaman, lekin bilolmayapman. O'zidan ketib qopti. 4-2 qilib menimcha o'ynamoqchi shekilli. Hozirgina o'ynab turgandi. Endi bu safar mashqdan headshot bermasammi? Qarayla. O'zicha vashi o'zidan ketibdi bu. Bo'pti, hozir keltirib qo'yamiz. Tanlamoqchi endi. Men tanlayman. Menga albatta bo'pti. Yo'q, mashqurol. Mashqurol yoqadi. Hoppa. Kemalan tu chat. Öldü. Aytdim-ku menga yoqadigan. Qilib qo'ysa bo'ladi. Sizlarga maslahatim, buni shunday yoshab turgan paytlaringda shuni otib, mana ko'chaga kirasanglar hech bo'ladi. Bam. Endi o'ynashni boshlabdi. Bot bular, obunachilar men uchun. Yerda turganimda headshot beradim. Yerda turganim uchun headshot bera olmadim. Turmaganim uchun demoqchiman, uzr. Qani. Viktor botdi. Ismi nima bu narsani o'zi? Bo'ldi. Endi biz bo'ldi 5-2. Bir 813. Bu o'zicha 2 marta meni yutdi, lekin keyin yuta olmadi. Bu nima ekan bu? Mana bittasini oldik. Mana men bilan kim o'ynamoqchi bo'lsa, bemalol yozaverasiz kommentariyalarda. Birga bir davay yana birga bir o'ynaymiz. Kimni tanlash? Uni Yudoit
Cho'ta tanlamayapti. Bo'ldi, Groza'da o'ynayman. Groza chekki qurol bu. Menga yoqadigan qurollardan biri Groza. O'ynayapti-ku mana. Oydek o'ynayapti-da o'zi. Tepada. Ha. Qani bu o'yin? O'shaning uchun o'ynashmaslik kerak. Men bilan Давай. Yeah. Sen meni lo'q deb o'ylayapsan shekilli, ha? Götni qisib o'ynash kerak. Xo'sh, endi meni tanlashim. Nima tanlasak bo'ladi? O'zim ham endi men bu qurolni tanlamayman. Mashq qurolni tanlab ko'raychi. Bu qurolda Çok girdim. Vay, öldürüp koydu. Canımı doldurib olishim kerak edi o'shaning uchun. O'ldiraman deb o'ylayapman. Bir marta headshot berib, quvonib ketganimdan. Mana. Da. Hoppa. Yaxshi. Endi u tanlaydi. Mana hop, hammangizga salom. Yumpi va Deagle. Deagle'ni o'ynab ko'ray bitta. Agar yutqizsam, Yumpida o'ynayman. Lisa. Katga ketgan bo'lish mumkin, ha? Iya. O'yindan chiqib ketdimi? Sen Deagle'dan o'ynaysan. Voy, bo'pti, Deagle'dan o'ynaymiz. Deagle'da debman. Ana o'ynamaydi, Yumpida. Yumpi qisibgina Yumpida o'ynash kerak edi o'zi. Ana, ot mashinasi. Headshot bilan o'ldirdik. Bo'ldi. 4-2. Endi bizda tanlashimiz, biza esa Groza. Mammaning skinini qaranglar. Lekin 7 kunlik ekan. Kattasan. Groza. Vay. O'ldirib qo'ydi. O'ldirib qo'ydi. O'ldirib. Hozir 5 minut.
Xo'sh, qaytdik. Grozada sekin. Sekin groza. Orqada. Yaxshi, xarosh. Obunachilar, let's go. Davay. 5-3 va biz yutdik. 1539 bo'pti, mayli. 5-3 ga yutdik. Davay unda. Xo'sh. Bosdik yana. Omonat bo'pti va video tugadi. Afsus. Hozir bu o'yinga ham 15 daqiqa ketib qoladi. O'shaning uchun video tugaydi. Agar 15 daqiqadan ortiq video bo'lib ketadigan bo'lsa, menda YouTube ga joylab bo'lmaydi. Va Minecraftda bitta video ham 15 daqiqadan ko'p bo'lgani uchun joylasha olmadi. O'shaning uchun barchangizga xayr emas, ko'rishguncha deb qolaman. Ko'rishguncha kelasi videolarda.